Epispadiya kasalligi o'g'il bolalarda bo'ladigan bo'lsa, bu jinsiy orqa yuzasidagi siydik nayini to'liq bitmasligi, ya'ni qo'q bo'ynidan boshlab jinsiy a'zoni, ya'ni uchki qismigacha uretra shakllanmagan bo'ladi. Bu yerda qanday shakllari mavjud? O'g'il bolalarda asosan uchga bo'linadi, ya'ni boshcha, tana va penapubik shakllariga bo'linadi. Bu patologiyani og'irlik darajasi shundaki, siydik tutish mexanizmi rivojlanmagan bo'ladi. Asosan bu o'sha penapubik va tana shakllarida ko'p kuzatiladi. Sfinkterlar rivojlanmagan bo'ladi. Buning natijasida siydik tuta olmaslik kuzatiladi. Bu kasallikni mohiyati ham shundaki, faqatgina siydik yo'lini to'g'irlash emas, bu yerda siydik ushlash mexanizmini ham yaratish kerak bo'ladi. Xuddi shu holat qiz bolalarda ham uchraydi. Bu kasallik bilan dunyoga kelgan bolalarda qanaqa diagnostika va tekshirish usullari va qanaqa operativ muolajalar amalga oshiriladi? Diagnostikasi bu birinchisi obyektiv ko'ruv. Bola tug'ilgandan so'ng obyektiv ko'riladi, baholanadi va tashxis qo'yiladi. Tashxis qo'yilgandan so'ng 6 oyligidan boshlab bu operativ muolajalarni amalga oshirish mumkin. Bu vaqtning ichida to'liq tekshirish o'tkazish kerak bo'ladi. Keyingi sahifamizda bu kasallikni tekshirilish, qanday diagnostika va qanday operativ muolajalarni amalga oshirilishi va natijalari haqida aytib o'tamiz.